eniga 4 metr, balandligi 3.10 bo'lgan bu darvozamiz kechqurun 12 da o'rnatib berishga majbur bo'ldik. Sababi biz va'da bergan srokka bir kun qolganda bular уже to'y tezlashib ketgan, iltimos qilishdi. Mayli xo'p deb kechqurun salqinda mana o'rnatdik. Pastki qismlarni stechkasini, yonlarni, откоslarini olishadigan bo'ldi. Sroshiga to'y 5-6 kunga surilib ketibdi. Xudo xolasa ishlari chiroyli bitgandan xursandmiz. Namangan To'raqo'rg'ondagi akalar, mabodo ishimizni ko'raman desalar, uy egalari lokatsiyalar nomerlarini beramiz. Bemalol kelib, o'zingizlar ishga ishonch hosil qilib zakaz qilsanglar bo'ladi. Ruchka qismlari ham nержавейкаdan jihozlangan, tagida profillari ham baquvvat holatda. Darvozaning yondorlari 10 profil 2 stena, ramka profillarimiz polностью 6/4, 2/1, ichki mayda profillarimiz 1/5 stenadan tashkil topgan. 2 qavatli Rossiyan listlari, zamoklari, Stimul firmani original zamoklari. Ochilib yopish prosta yoqimli. Tagi tomonlari shveler qo'yganmiz. Darvozaning orqa tomoni tekis gladki, hamma joyiga idealni qalin materiallar, toza kraskalar bilan ishlab berilgan.